Xorazm viloyatida bugungi kunda 260 dan ortiq madaniy meros obyektlari saqlanib qolingan. Shulardan 58 tasi jahon durdonasi sanalgan Ichan qal'a majmuasida joylashgan. Bu esa Xiva shahriga sayohat qilish uchun asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga ko'hna shaharning ziyorat va gastronomik turizm salohiyati ham tobora kengayib bormoqda. Bundan tashqari har bir mehmonni qadim tarixni o'z ko'zi bilan ko'rishga undaydigan noyob manzaralar, betakror me'moriy yodgorliklar maftun etadi. Qish faslida ham davom etayotgan qizg'in turizm mavsumi haqida hamkasbimiz Nargiza Bo'ronova so'z yuritadi. 26 gektarlik hudud aslida tarixning bir bo'lagi. Unda kecha va bugunning o'zaro uyg'unligi bor. Bu mutanosiblik viqorli binolarning mahobati va bugun bilan yuzlashgan sinoatli tarixida ham ko'rinadi. Albatta, har bir mehmonni qiziqtiradi. Ming yilliklarga sochilgan o'tmish esa obidalar ko'rinishi, muzeylardagi eksponatlar tarixi bilan bog'lanadi. Sayohatga keluvchi mehmonlar soni oldinlari bahor va yoz oylariga ko'proq to'g'ri kelardi. Ammo hozir qishda ham Xivaga sayohatga kelgan yuzlab xorijlik mehmonlarni uchratish mumkin. Asosan Xiva shahrining Ichan qal'a qismida turli xil tadbirlar tashkil qilingan bo'lib, shulardan ayrimlari masalan xon chiqish tadbirlari, ya'ni qadimda Xiva xonini shu shaharda qanday qilib sayr qilinishini, teatrlashtirilgan ko'rinishini taqdim etishadi va bundan tashqari turli xil konsert dasturlari va shuni folklor etnografik tarzdagi qo'shiqchilarning folklor qo'shiqchilik san'atlari ham namoyish etiladi. Asosan bu tadbirlar mana shu Ichan qal'aning asosiy ko'chasida bo'lib o'tadi va shuningdek ko'pchilik mahalliy sayyohlar uchun yana bir bora ko'hna Ark saroyining oldi maydonida ham tashkillashtiriladi. Bundan tashqari Ichan qal'aning aynan muzeylarida, ichki muzeylarida turli xil ekspozitsiyalar joylashgan bo'lib, bu ekspozitsiyalar muzeyimizni yanada boyitish uchun ulkan hissasini qo'shmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda Xivaga 2 milliondan ortiq xorijlik mehmonlar kelishgan. Ular orasida Rossiya, Italiya, Ispaniya, Turkiya, Germaniya, Xitoy davlatlaridan kelgan mehmonlar son jihatdan ko'p. Ayni paytda ham Ichan qal'ada qish mavsumida qizg'in jarayonga guvoh bo'lasiz. Xorazmning madaniyati, san'ati, qadriyatlariga qiziqish bildirgan xorijlik mehmonlarni uchratasiz. Xitoydan keldim. Men bugungacha Xiva haqida eshitgan va o'qiganlarim hech nima emasligini tushunib yetdim. Chunki haqiqiy boy tarix bilan yuzma-yuz keldim. Hayratlanarli tarix. Katta maydonda joylashgan qadimiy Ichan qal'a meni faqat lol qoldiryapti. Xivaga yetib kelgunimcha menda savollar ko'p edi. Qayerga joylashishim, nimalar iste'mol qilishim haqida o'yladim albatta. Xivaga kelib bildimki, xavotirim o'rinsiz. Juda yaxshi kutib olishdi. Shinam toza mehmonxonaga joylashdim. Taomlar ham juda mazali. Mehmonlar muzey shaharning obidalari bilan yaqindan tanishmoqda. O'ziga xos sayohatni, ziyoratni amalga oshirishmoqda. Yaponiyalik sayyohlar yaratilgan sharoit va safar taassurotini shunday izohlashdi. Qishda sayohatga kelishga oldin ikkilangandim, chunki Xorazmning sovuq iqlimi haqida o'qigandim. Ammo odamlarning mehri, samimiy muomalasi, sifatli servis xizmat ko'rsatishlari qalbimni ilitdi. Mahalliy aholi vakillari juda mehribon. Tanimasalarda mehmon ekanligingizni bilishadi va hurmat qilishadi. Bu juda yoqimli, chunki o'zimni erkin va xavfsiz his qilishga yordam beryapti. Tarixga qiziqaman, Xivaning tarixi bilan oldin qisman tanishganman. Ayniqsa bu tarixni eshitish bilan birga uni ko'rib borish ham maroqli. Endi tezroq qor yog'ishini kutyapman, chunki oppoq qorga qoplangan qadimiy shaharni tomosha qilish orzuyim bor. Sayohat zavqini ana shunday his qilayotgan mehmonlar qishki mavsumni Ichan qal'ada mazmunli davom ettirishmoqda.